Bo'ldim. Qayoqqa? Jo'ralar bilan cho'milib kelay. Baloni yebsan, kirib uxlaysan. Tushundingmi? Bu issiqda ko'chada kuchuk ham yurmayapti. Men birinchi o'milaman. Men kalla tashiyman. Baribir uxlaysan. Tur, tur. Qizaryapsanmi? Tushimda mazaq cho'milibman quyoshlarga toblanib. Aha, tushungacha kirganmiz. Ha, bo'pti, bor cho'milib kel. Yo'q, shart emas. Endi shart emas. Soat 1 bo'pti, yur uxlaymiz. Jo'ralar zaldoryapti ekan mazza qilib. Qanaqa zardoli? Bu issiqda zardoli yeb otravleniya bo'lmoqchimisan? Yur, kir uxlaymiz. Man. Nima sasyapti uyda? Asiz eshtil qerdaydi. Dada, soat 1 bo'pti, yuring uxlaymiz. Mayli, yur. Sen xurram o'ynaysan, boyam xurram o'ynading. Shundan har kuni xurram o'ynagansan. Boshqatdan o'tasan. Ko'zingga nima qildi? Qo'lim mana bunday qo'yib uxlab qolibman. Dada, abid bo'ldi, uxlaymizmi? Sen o'zingni xonangga kirib uxlayver, orqadagi xonaga kirib uxlayman. Men uxlayman men. O'ynaymizmi? Men qara. Sen dadangdan har kun qanday ruxsat so'rayapsan o'zi? Dadamni har kun uxlatib chiqaman. Rostdan uxlayaptimi dadang? Ha, uxlayapti. Qarachi. Endi nima deysan dadangga? Ay, o'g'laydi-ku, deyman. Orzu qildik va bunga erishdik. Nima unda chekkada o't. Hozir 1 minut. Assalomu alaykum aka. Kim kerak? Bankdan keldim, kreditingizni to'lamagan ekansiz. Zo'r ish qilibsiz-a, kechqurun 12 da. Bugun to'yim bo'ladi aka, erta o'zim o'taman, maylimi? Nima sizda kostyum pasta short kiyib olgansiz? Shungacha ulgurdim aka. Ertaga o'taman, jon aka, keting. Ayyo, bo'lmasa uyingizda nimadir musodara qilishim kerak. Bo'pti, nech pul, tezroq faqatmi? Uxlab qolmadingizmi? O'tirib. Endi bizga hech kim xalal bermaydi. Bankdan kelishibdimi? Siz qayoqdan bildingiz? Eshitib qoldim. Yomon eshitgich ekan, qani bitta qulog'ingiz ko'p. To'ladim-ku aka, yana nima xohlayapsiz hozir? O'rtog'ingizga kafil bo'lgan ekansiz-a? Aka, ertaga aytaman, o'zi to'laydi, xo'p? Hozir shoshyapman, jon aka. Ayyo, siz kafil bo'lgansiz. Siz to'lashingiz kerak. Hozir uyingizda xaladenlik nimadir olib chiqib ketishim kerak bo'lmasa. To'layman. Onasi mensin to'layman. To'yana qolmadi. Nech pul? Kafil bo'lgan ekansiz-a? Voy, yomon poylag'ich ekansiz-da. Men ham bitta poylay. Mendan boshqa hamma tiryapti bugun. Va ko'kko'yli. Qara. Kreditim to'lagan bo'lsam, kafil bo'lgandan to'lagan bo'lsam, to'yim kuni tinch qo'yinglar. Nima xohlayapsiz hozir mendan? Yo'q, siz hamma qarzlaringizdan qutuldingiz. Men sizni oldingizga kelganim yo'q. Men bank xodimamizni olib ketgani keldim. Jinnimi siz qanaqa xodima? Men uyimda xodim. Kreditlar to'landimi? To'landi. Kafilligini ham to'ladimi? To'ladilar. O'zi shunaqa bular kreditni olishga oladi, to'lamay yurishadi. Mana shunaqa qilib undirish kerak bulardan. Bo'pti, Erjon. Nima bo'lyapti? Nima? Hech
qishloqda yashasang nimalar bo'ladi? Balo bo'ladi. Tur o'rningdan molga o'xshab uxlamasdan. Hali bankka yopishimiz kerak. Yetadimi, aya, tushuvraymi? Ko'p gapirma. Qachon mana shu daraxtdagi hamma o'riklarini terasan, keyin uchasan. Tushundingmi? Bo'ldi, shu yetarkan. Yur ketamiz. Qaytgancha mana bu 5000 ni olgin-da, oding yetmagin. Tushundingmi? Soyaga qilsam bo'lmasmidi? Keyin podvaldan bankalarni ham olib chiqib yuv. Aya, bular yuvib bo'ldim. Yomon isib ketdim. Shunday bitta borib cho'milib kelay. Nima deding? Qayda dedingiz bankalarda? Super kelinchak, orzularing bo'lajak, senga bo'lsin kelinchak. Voy, isib ketdim. Endi sen borib magazindan banka qopqoq olib kelgin. Men ham qo'shnidan chiqib shakar olib kelay. O'tgan yili bir kos olgan, hali bermaydi. Aniq shundan, a? Ha, xuddi shundan. Ha, molni qaraya. Men senga shuni aytmadim. Qizil yozuv bordan olib kel dedimi? Bor alishtirib kel. Aniq shundanmi? Yana bir marta so'rayapman. Javob, mani yozuv bor-ku, aniq shu. Yuzingga nima qildi? Ayam urdi. Men bu ham masakanda. Men unda ikkalasini olib bor, qaysi bir to'g'ri kelsa o'shani olib qolasan. Ha, to'g'ri aytasiz. Ayamda o'zi kelar ekan. Aya, oldingizda yopsam bo'lmaydimi? Soyada zo'r yopaman-da. Kun salqin, o'sha yerda ham o'tirib yopavergin. Bu go'rsoqdang bugun kun bo'yi nima ish qildi? Maqtang, aya, ish qildim-ku, ko'p ish qildim, maqtang. Baloyi ham ish qilgani yo'q buningiz. Let's go. Shon xuddi shunaqa bo'l, uydagilar ham keldi. Boshlanmadimi? Bo'ldi, kiryapman mana. Qayoqqa ketyapsiz buncha shoshib? Hozir O'zbekiston bilan Portugaliyaning o'yini boshlanadi-yu. Terma jamoamizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. O'zbekiston. Boshlandimi? Ha, endi boshlanyapti. Hammasi tayyor. Faqat biznikilarni qo'llab-quvvatlash qoldi. Alo. Ha, ichyapmiz. Ha, jo'miz. Chakyapmiz. Ha, chakyapmiz, ha. Diskotekadamiz. Ha, diskotekadamiz. Kim aka? Ha, ade. Yaqinda jahon chempionatidagi ikkinchi o'yinimiz bo'lib o'tadi, ya'ni O'zbekiston va Portugaliya o'rtasidagi o'yin. Albatta yurtdoshlarimizga omad tilayman. Albatta g'alaba qozonamiz. Hozir shaharda aylanib yuribman. Allaqachon futbol muhiti sezilyapti shahrimizda. To'g'risini sizlar ham eshitdinglarmi? Bilsangiz, terma jamoamizni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus yaratilgan futbol shiori bor. Xuddi o'sha shiorda iyul oyining o'rtasigacha soat 19:00 dan 21:00 gacha mana shu fontan yonida eshitishingiz mumkin. Bu favvoralarni bir vaqtning o'zida bir nechta shaharlarda eshitsangiz bo'ladi. Toshkent City, Toshkent Seoul Mall, Mega Planet Marg'ilon, Afsona Park Namangan. Aslida esa bularning hammasi asosiy voqeadan oldingi qizish xolos. O'zbekiston va Portugaliya o'yinini Coca-Cola tomonidan tashkil qilingan fan zonalarida boshqa muxlislar bilan birgalikda tomosha qilishingiz mumkin. Bu fan zonalar Toshkent Anhor Park, Central Park, Samarqand amfiteatr, Namangan Afsonalar vodiysi, Andijonda esa Navruz Molda mavjud. Shunday lahzalarda birgalikda yashayotganimizning gashti boshqacha. Bu endi biz uchun oddiy o'yin emas, biz uchun katta tarix. Keling, terma jamoamizni birgalikda qo'llab-quvvatlaylik. Yurak urar jiz. Ko'chada ikkita qiz. Ha, oy
oyijon, kuyovingizmi? Vannadalar. Nima qilayotganimni ham ayt. Onangga har narsani ham aytaverman. Necha marta aytdim, og'zingda gap turadimi o'zi? Xo'p. Qara, men kechagi mashinani oqidan olmoqchiman. Uydagilarga surpriz qilamiz. Faqat oyingga aytib qo'yma, tushundingmi? Xo'p, xo'p. Qara lekin. Hozir og'zingda gap turmaydi, bor-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tabriklayman. Oq mashinalar olibsan, tagidan shamollab o'tib yursin. Rahmat, rahmat. O'z oyinga yetmadingiz-ku? O'shanga siz oyingizga yetdim. Ey, sen ertalab turganda 3 ta 4 ta tuxum yegin, ichingni zo'r qotiradi. Nega unaqa deyapsan? Iching o'tayotgan ekan u. Senga kim aytdi uni? Xotining xotinimga, xotinim esa menga aytdi-da. Akajon kelib yaxshi qilsan dedi. Ye, qaynaka. Qanday yaxshi. Biz tomonlarga qaysi shamollar uchirdi? Opam bilan gaplashuvdim. Uyda produktda qolmabdi. Shu hamma produktlar olib keldim. Rahmat. Aytganchanu, to'yingga bizdan nima xizmat? Hech narsa kerak emas, pochcha. Bu eshitishimcha mashinangizni uribsiz. Ishdan haydalib ketibsiz. Ahvolingiz juda og'ir ekan, minusda ekansiz. Kerak emas, pochcha hech narsa. Senga kim aytdi uni? Opam. Seni og'zingda gap turadimi o'zi? Har narsani har kimga aytaverma dedim. Aytilmaydigan gaplar bor. Jinnimisan? Boya Charchab ketdim. Viloyatdan yugurib kelyapman. Eshitib sirasi yugurdim. Yo'q, siz umuman siqilmang. Bu hamma erkaklarning boshida bor. Oldiramiz o'sha varikozingizni. varikozni qayerdaligini ham aytdingmi? Qaysidir xotin quli xotiniga mashina olib kelyapti. Voy. Jonim chiq. Meni bolammi? Shu toychoq saniki. Yaxshimiskina. Jinni o'zi ijarada uyda tursak, nima qilarding mashina olib berib? Uy olsak bo'lardi-ku. Ha, olib bersam xotinimga olib beraman-da, dada. Voy xotin quli. Bu o'g'lingiz xotiniga mashina sovg'a qildimi? Yo'q, menga olib keldim. Xotinimga deb yozib qo'yibdi. Uyda meni erkalab xotinim deb chaqiratdi, o'g'lim. Bilib turing, mashhur yapsan. Jon, dugonam eri bilan Maldiv orollariga ketibdi. Biz ham boraylik. 7-sinfda meni olib bergan tursikni kiyib yuribdi. Bittaga olib borarmikin bu Maldivga? O'g'lim, o'zi qarzga botib yopmiz. Yaqinda mashina olgan bo'lsak, shuncha xarajatimiz turibdi. Endi xotining gapiga kirib Maldivga bormasdan, ha? Meni bir o'zim tashlab ketasanmi, bolam? Ha, siz ham ketasiz? Bilaman, ozgina xotin qulisan, lekin menga o'xshagan mujiksan, sen mujik. Avtobusga bilet olganman. Qishloqqa ketasiz. Jon, Voy bilan. Hozir nimadir so'raydi-da yana. ana xolamni qo'shnisini, tog'asini, jiyanini to'yib o'tdi. Taqinchog'imni olib bering, brilliant. Ye, qanaqa brilliant, ha? Qanaqa brilliant? Mashina olding nemadim? Sayohatga chiqib kelding nemadim? Endi brilliant olmoqchimisan, ha? Xotinning gapiga kirolmaysan-ku, xotin quli. Hozir kallangni ishlat, pulimiz yo'q, qarzga botib yopmiz. Lekin dadam to'g'ri aytyapti. Boshqa safar olib berarman, maylimi? Rahmat, dadasi berib yuborgan sovg'ingizni oldim. O'zim xohlagandek brilliant ekan. Brilliant? Qanday ko'ndirdi? Voy bilan. Kecha payshanba ekanda.